Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kecha Hoji akamning bog'iga borilgan ekan, Damskiy bog'iga. Internetda mashhur bo'lib ketdi. Qanaqa dori sepishdi, nimaga bunaqa tiniq deb so'rashyapti. Shunga Hoji aka nima maslahat berasiz? Nima dori sepdingiz? Shu 22 da chiqqan Interlekul dorisidan foydalanganman. Unga qo'shimcha kripsga qarshi shu dorilardan foydalanganman. Qolaversa vitaminlar. Vitaminlarni foydalanish kerak ekan, donlarini yaxshi pila-pila qo'radi. Interlekulda ham juda ham ko'p narsalarga foydasi bor. Ko'rishingiz mumkin, mana orqasida yozgan antraknoz, oydin, zang, unshudringlarga. Buni ham albatta eski partiyasini sepish kerak. Zo'r chiqqan, zo'r effekt beradi. Tripslariga, boshqa hasharotlarga albatta antikaloratni misol olishimiz mumkin. Hammaga rahmat, Hoji aka. Mana birodar uchun mana shu bolaga aloqaga chiqasizlar. Meni nomimdan kelsalarchi bonusi bor. Albatta skidka qilib beriladi. Ajdorlardan foydalaning iloji boricha. Manzil Nafosat oldi stomatologiya orqasida.